Namozning ko'plab foydalari bor. Robbimiz kalomida quyidagicha xitob etgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Namozni to'kis ado etinglar. Albatta namoz mu'minlarga vaqti tayin farz bo'lgandir. Niso surasi 103-oyat. Bu oyat kalima namozning farzligi haqidagi oyatlardan biri bo'lib, undagi namozni to'kis ado etish haqidagi buyruq farzligini ifoda qiladi. Boshqa bir oyatda Robbimiz xitob qiladi: Astaizu billah, innas salata tanha anil fahsha'i val munkar va la zikrullohi akbar vallohu ya'lamu ma tasna'un. Albatta namoz fahsh va yomon ishlardan qaytarar. Albatta Allohning zikri barcha narsadan ulug'dir. Alloh qilayotgan ishlaringizni biladir. Ankabut surasi 45-oyat. Banda tirikligida bajargan har bir amali qiyomat kuni birma-bir hisob qilinadi. Qiyomat kuni birinchi hisob qilinadigan ishlardan biri namozdir. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Qiyomat kuni banda amallari ichidan eng birinchi hisob qilinadigan uning namozidir. Agar namozi yaroqli bo'lsa, aniq yutuqqa erishibdi, najot topibdi. Agar namozi nuqsonlik bo'lsa, shubhasiz noumid bo'libdi, yutqazibdi. Imom Dorimiy va Imom Ahmad rivoyatlari. Shunday ekan, namozga yanada ham g'ayratliroq, mustahkamroq bo'lib, unga tegishli masalalarni puxta bilib o'rganishligimiz zarur. Aks holda namozimiz nuqsonli bo'lib qolsa, ana unda afsusda, nadomatda qolinadi.